Albatta, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam adam balası bo'lgandan so'ng o'z ayla amali menen, o'z kuch-quvvati menen yerdan bir qarish ko'tariluvga da mumkinchiligi bo'lmaydi. Biroq osmonga ko'tariluvsi eng qudratli zot, boshqa qudratlar aning oldinda dengizdagi bir tomchiday bo'lib qoladi. Oşol qudretli Allah'tan qudrati menen osmonga ko'tarildi. Adamlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan aldına to'plab kelishib, Baytul Muqaddas yönünde ko'p narsalarni so'rashdi. Sebebi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam murda Baytul Muqaddasni ko'rgan yo'q edi. Biroq Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam barliq so'rovlarga taq javob berdi. Jana alar so'rashdi. Bizden ketken kerpen Şamga ketishgan. Alarga joluqdingizmi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi. Oba, Palan kerbenге joluqdim. Rafha degan жерде bir töөлөрү жоголуп, ошол төөнү издеп жүрүшкөн экен. Жүктөрүн түшүргөн жерлеринде bir чыныда суу бар экен. Ичип, кайра ордуна койдум dedi.